Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz ASCII va char haqida bo'ladi. Buni nazariya qismidan oldin kelinglar ozgina amaliyot qismiga ham o'tib ko'ramiz. Endi hozir ko'radigan bo'lsak, boshda int deb a teng 65 deb kiritib olamiz va nuqta virgulni qo'yamiz. Keyin printfdan foizlisi deb virgul qo'yib a desak, endi bu yerda bizlarga hozir rang qilsak katta ani chiqaradi. Endi hozir qaranglar. A plus 1 deb qo'ysam, A plus 1 deb qo'ysam, endi bitta rang qilsak b ni chiqaradi. Plus 1 rang qilsak b ni chiqaradi. Hozir o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, hozir bu nimaga bunaqa bo'lib turibdi deb. Endi A plus 25 qilsam z ni chiqarib beradi. Bu yerda hozir ASCII degan narsamiz ishlab turibdi. Hozir biza mana bu intni o'rniga hatto biza chart deb ham yozib qo'ysak bo'ladi. Uni ham hozir yozib ko'rsataman. Bu yerda shunaqa o'z sonlar belgilanib olgan. Bu C++ ni o'zida ham ishlaydi. Mana bu hozir intni o'rniga char qilsak ham bu shu holatda ishlaydi. Masalan, hozir buni a ga tenglab, bu yoqda a ni o'zini chiqar desam, hozir konsolda bizga katta a ni chiqarib beradi. Endi bizada buni sabablari albatta shu ASCII ishlab turgani sababidir. Buni hozir jadvalni ham ko'rsatib o'taman. Mana jadval qismiga qarasanglar bo'ladi. O'zi kompyuter bilamiz, ikkilik sanoq sistemasida ishlaydi. Lekin bizga ikkilik sanoq sistemasida ishlash qiyinlik tug'dirgani uchun aynan bunaqa sonlarga o'tkazib olingan. Masalan, a 65 ga, z esa 90 ga teng deb olingan. Bu bizga ishlash ancha qulay bo'lgani uchun shunaqa ko'rinishda olingan. Bu har bir harfga mana shunaqa sonlar belgilanib olingan. Bu charni belgisini eslab qolish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana harfidan ham ko'rib olsak bo'ladi. Shunaqa qilib harfiga moslab eslab qolsak bo'ladi. Mana shunaqa harf bilan belgilab olamiz. Endi hozir praktis qilib ko'ramiz. Ya'ni siz char berilgancha katta alfabet yoki kichik alfabet ekanligini aniqlashimiz kerak. Agar alfabet kichik bo'lsa lower case so'zi chiqarish kerak. Agar alfabet katta bo'lsa upper case chiqarish kerak ekan. Agar alfabet bo'lmasa, ya'ni boshqa bir narsa kiritilgan bo'lsa, non degan chiqarib beradigan, biza dastur qilishimiz kerak ekan. Endi char orqali e'lon qilib olamiz. Ya'ni a teng a va a ni berib olamiz va keyin printf orqali charni belgisini qo'yib olishimizdan oldin boshda harfni kiriting deb yozamiz. Ya'ni ekran dizayni uchun, bizga qulay bo'lishi uchun. Keyin scanf orqali foydalanuvchidan son so'rab olamiz. Bunda charni belgisini qo'yishni unutmasligimiz kerak. Keyin virgul qo'yib ani shu oldidagi belgisi bilan yozib olasiz va oxirida nuqta virgul qo'yasiz. Endi bunda hozir harfni kiriting deb chiqqandan keyin foydalanuvchi harf kirita oladi. Endi buni yechishimiz uchun biza if-else'dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ifni ichida, ya'ni kichkina zgacha bo'lsa, bizada kichkina yozuv deb chiqarib ber. Agarda katta adan katta zgacha bo'lsa, bizada katta harflar deb chiqarib ber degan shartlarni berib o'tamiz. If deb yozib olib, a teng bo'lsa, ya'ni a teng z deymiz. To'g'rilab olamiz. Hozir keyin buni yoniga, ya'ni z deb ikkalasini ham bog'laymiz. Bu ya a dan z gacha bo'lishi kerak bo'lgani uchun endi buni z gacha deb chegarasini qo'yib olamiz va teng deganni ham qo'yib qo'yamiz. Agarda z ni o'zi bo'lsa ham bizga kichkina deb chiqarib berish uchun endi printfda bizada ekranda nima berish kerak? Bu
kichkina harf deb chiqarib berish kerak va buni yozib olamiz. Kichkina harf yokida lower case deb chiqarib ber deymiz va oxirida nuqta virgulni ham qo'yamiz. Endi elsifni ichiga katta A deb belgilaymiz va buni katta Z gacha deb qo'yib belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Xuddiki tepadagiga o'xshatib, faqatgina endi uni katta harflarda yozib qo'yishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, mana katta kichkina A'dan kichkina Zgacha, katta A'dan katta Zgacha bor bu yerda va mana bu yondagi esa sonlari o'nlikdagi va ikkilikdagi sanoq sistemasidagi sonlari mavjud. Endi elsif deb shuni yozib oldik. Endi printfda esa bizaga katta harf yokida upper case deb chiqar deb beramiz. Endi bilsangizlar elsni ham berib ketsak bo'ladi. Bunda esa non deb chiqar degan shart bor edi. Ya'ni shartimizda, ya'ni boshqa narsa kiritsa non deb chiqar degan shartni ham berib ketsak bo'ladi xohlasak. Buni ham printfni ichiga qo'yib, siz harf kiritmadingiz, ya'ni non deb qo'ysak bo'ladi. Teng deb. Bo'lmasa shart emas. Shundoq o'zini yozib qo'ysak ham bo'ladi, nuqta virgul. Endi bu dasturimizda ishlatib ko'rishimizga tayyor. Mana strukturasi juda ham oddiy. Shundoq if bilan elsifni ishlatib ketishimiz kerak bo'ladi va asosiysi bu mavzumizni tushungan odam bemalol bunaqa misollarni osonlikcha yechib ola oladi. Endi rang qilib ko'ramiz. Mana masalan hozir bu yerda A'ni kiritsak, bizada bu kichkina deb chiqarib berish kerak bo'ladi. Hozir kichkina harf deb chiqarib berish kerak. Ya'ni lower case deb chiqarib berish kerak. Mana chiqardi. Endi yana kiritib ko'ramiz, yana sinov qilib ko'ramiz. Endi katta harf kiritib ko'ramiz. Endi bunda bizda katta harf deb chiqarib berish kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, buni kiritib oldik. Endi upper case katta harf deb chiqarib berdi.